bek muhim 10 kun. İnşallah Cenab-ı Hak şu Kadir Gecesi'ne tutuşqa nisip qilsin. Bir tavsiyam bo'lsa, birisi tahajjudda qo'pish. Şu yarım saat, bir saat burun bamdatdan qo'pib, taza namazlarni qilib, duolarni o'qib qilish kerak. Şu Ayşe radıyallahu anhu Peygamber so'rabdiki, şu agar men Qadr kechasining qaysi kun ekanligini bilsam, şu kecha nim deyishim kerak degan chog'da Peygamber sollallohu alayhi vasallam bunday debdikan: Allohumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya'ni ya Allah, siz eng kechirimchan, afujan, kechirim qilishni yaxshi ko'rasiz, meni kechirgin deb mushu duoni qilgin deb tavsiyada bulundim. Ya'ni mushu duoni ko'p qilishimiz kerak. Yani Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikki bo'lsa, Qur'oni Karimni jiq-jiq o'qish kerak. Uchinchisi bo'lsa, ehtiyoj sohiblariga, sadiqalarni masjidlarga degandek, mushu eng jiq savob oladigan kunlar, oxirgi kunlar. Mushu eng oxirgi 10 kunda az bo'lsa-mi, kunda ba'sa tig'i yaxshi. Anikin 4-inchisi bo'lsa, itqof kirish mumkin bo'ldi qadar. Yani itqofni ba'zi insonlar mushu 10 kunda butun 10 kunni masjiddan chiqmayla turishim kerak deb, ya unda gap yo'q. Aslida qila oladiganlar bo'lsa qilsin. Itqof masalan bir kechilik va yoki 2 kechilik va yoki mush hafta oxirida va yoki namoz ara, masalan bo'pmi xuftandan bomdatgacha va yoki bomdatdan peshingacha va yoki peshindan asrgacha va yoki asrdan shamgacha degandek, mushu oraliqda itqof kirsa bo'ldi. Ya'ni gapning qisqasi, mushu ibodatni shu kuchlik bir shaklda, voy az qoldi, endi dam olay emas, miyada eng jiq Ramazondan 5dan o'tirsidan eng ko'p vaqtni mushu ibodat bilan eng oxir 10 kunda ishiltib, inşallah Cenab-ı Hak'ның mukafatiga bo'lsa mushu 1000 oylik ibodatning savobini, ya'ni 83 yildan ortiq savobga erishish uchun qattiq tirishishimiz kerak. Tavsiyam mushu.